Doktor, hozirgi kunda Instagramlarda rosa moda qilishyapti-ku, bolani gidrovannalarga olib borib, balonchalarni taqib olib cho'miltirish, o'shanga men ham bolani rosa borib kelyapti. Burasqan chet elga ketsa yotib olib berishadi. Oyisi, gidrovanna qabul qilishdan oldin bilish kerak. Bu narsa bolani salomatligiga qanchalik zarur, kerak yoki kerak emas bo'lishi mumkin. Agar bolangizda tonusi baland bo'ladigan bo'lsa, tirishli kuchli bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam nevropatologlar yozib beradi. Juda ham tonusi yuqori, mishsalari juda ham tarang. O'shani hisobiga siz bolangizga gidrovanna qabul qiling deb aytishadi. Ana shunaqa holatlarda biz ko'proq gidrovannalarni tavsiya qilamiz. Lekin o'zi bo'sh bola bo'ladigan bo'lsa, oyoq qo'llari juda ham bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bunday bolajonlarga gidrovannalar tavsiya qilinmaydi. Aksincha bolajonni yanada yumshatib yuboradi bu holatda. Shuning uchun nevrologik statusga ega bo'lgan bolajonlarga ko'proq gidrovannalarni tinchlantirish maqsadida tavsiya qilamiz. Undan ko'ra uy sharoitida bolajoningizni har kuni ozgina vannaga solib qo'ying, juda ham cho'miltirgisi kelayotgan bo'lsa, chunki hozir yoz oylari, kun issiq, 5 minutgina solib qo'ying vannachalarga. Har xil tuzli vannalar qiling, cheridaladan qiling, romashkalar solib qiling. Bu juda ham bolajoningiz uchun foydali bo'ladi. Uy sharoiti o'zingiz qilsangizdan bo'ladi. Uning uchun maxsus gidrovannaga olib borish shart emas. Hurmatli onajonlar, siz ham bunday xatolarga yo'l qo'yganmisizlar? Agarda sizda ham bunday holatlar kuzatilgan bo'lsa, izohlarda javobingizni kutib qolamiz.